Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Töhfikar adib, tonilgan madaniyat san'at tadqiqotchisi Yasin Muqbil aka o'zining 40 necha yillik ijodiyat musofasida qaynoq Uyg'ur turmushi, murakkab Uyg'ur ideologiyasi, shundaqla shalliq Uyg'ur madaniyati xususida qalam tavritib, bir-biridan sarxil naqshlarni, esil tadqiqot mevlarini xalqimizga taqdim qilib, o'qirmanlarning yaxshi bahosiga muyassar bo'ldi. Biz bugungi madaniyat bo'stoni programmamizning alohida sonida bu talabchan ustozning ko'p sohalarga chetildigan mo'l emgak mevlarini qadrlash, shundaqla uning ijodiyat va tadqiqotdagi o'zgacha yo'liga zang selish maqsadida Yasin Muqbil aka bilan maxsus suhbat qurishni loyiq topdi. Kalbimde gül hangar koçar, bir tal gül sorsam bir bıçak bire, uzak yol. Güzel küler, güzel küler, güzel küler, güzel küler. Tıkı oynap şürettim oyuncaklarımdı. Assalomu alaykum Yasinka. Va alaykum assalom. Endi Yasinka mushu inson yashinib qolgan majoldan ketgan vaqtlardimi yoki mo'ysifitlik heshiga ulashgan vaqtidami, shu uzoqda qolgan balliq davrini bir cho'nqur hurmat, seg'inish bilan eslaydi. Ham sizning balliq davringiz qandoq o'tgan? Sizning shu vaqtdagi o'qish sharoitingiz qandoqdi? Biz kichik vaqtimizda bundaq taraqqiyotmi yo'qdi. Qo'rolarda yashaydik. O'rinchidan ushaq tor ko'chalarimiz nihoyat ko'pdi. Men kichigimda kitob o'qishga qiziqardim. Kitoblarni kamchildi. O'zimizning cho'nglarning kitoblarini oriyat etib o'qiydik. Boshlang'ichni bitirib, o'rta maktabga chiqqandan keyin maktabning qiroatxonasidan ancha-muncha kitob olib o'qiydigan bo'ldik. O kitoblarni biz o'qiydiganlar tugagandan keyin men savodishim Mehmet Ro'zi Yorqin bilan to'liqsizga chiqqan chog'da 60 oylik kutubxonaga berib, shu yerdan kitob o'qiydigan bo'ldik. Ta'tillarda boratdik, yakshanba kuni boratdik. G'oyida o'ylarda to'xtab qoladi, u chog'da to'kmundaq turaqliq emas. Bunday chog'larda cho'ng ko'chaga chiqib, stolboning ostidagi chiroq yo'rig'ida kitob o'qib, dars takrorlaydigan, qiziqqan kitoblarni shahada o'qiydigan ahvollarimiz ko'p bo'lgan. O'ylasam, agar hozirgidek sharoit bo'lgan bo'lsa, men texnik nurg'un kitoblarni o'qiyolatdim-kan deb o'ylayman. Endi oldingi asrning 90-yillarda siz ijod qilgan Tarko'cha, Bug'da ota, Ozg'un, uningdan Sirliq tuman, Singlimga, Uzoq yo'l qatorliq naqshi muzikalarni xalqimizning qalblarini chekib, sizning nomingizni, shuhratingizni biroqla elga to'nitdi. Demak, siz mushu yuksak vatanparvarlik melodiyasi hisoblangan Tarko'cha degan sevimli naqshingizning ijod qilinish jarayoni, shundaqla shuning ilhomi haqida bir so'zlab o'tsangiz. Men 1989-yili tuqqan yo'qlash sababi bilan Germaniyaga bordim. Turkiyani aylandim. 4 oydak turdim. Qaytish safarimda bir muhojir bilan aeroplanda hamsafar bo'lib qoldim. U odam o'smir vaqtida yurtidan ayrilib chiqib ketganki, yurtiga qaytayotgan shu mezgilda u o'zininki balliq chog'larini, yurtini eslab, ta'sirli narsalarni so'zlab berdi. Ham u odam o'ksib yig'lab ketdi. Shu chog'da menga bu odamning aytganlari nihoyat qattiq ta'sir qildi va ilhom bo'ldi. Men ash Tarko'chaninki dastlabki originalini ash aeroplanda o'tirib bitgan. Qaytib kelgandan keyin uni tuzatdim, uning ohang yozdim, ondan Mirzat olimga 2 yil o'rgatdim. U o'rganmadi emas, men rozi bo'lmay 2 yilga cho'zilib ketdi. Keyin naqshi musobaqasi o'tkazilib, Mirzat bu naqshini o'rinlabdi. Garchi Mirzat 2-darajalik mukofot olib qolgan bo'lsa-mu, bu naqshning ta'siri shu vaqt cho'ng bo'libdi. Bu naqshning kelib chiqish tarixi shunchalik. Endi siz ayni vaqtda tekstini yozgan va muzikasini mustaqil ishlagan shu esil naqshlar kayni-kaynidan ijod qilinib, mushu san'at sohamizdagi bir jimjitlikni buzib, uningga davolg'ishib kelgan bo'lsa, yana bir jihatdan sizningki jasoratingizni urg'itib, qo'lingizni qalam olib, shijoat bilan yangi asarlarni xalqimizga taqdim qilishga bir xil turtki bo'ldi deb qaraymiz. Endi sizning shu qisqa oraliqda muvaffaqiyat qozonishingizda alayda bir sir bor deb qaramsiz. Buning ichida uzoq yo'lning tekstini mening savodishim Mehmet Ro'zi yozgan, Singlimga degan naqshining tekstini merhum şairimiz Ahmetcan Qurbay yazgan.
qolgan 4 asarning tekstini o'zim yozgan. Bu naqshlar e'lon qilingandan keyin ma'lum ta'sirlarga ega bo'ldi. Menimcha bu ijodiyatda bir sir bor desa men ishonmayman. Lekin uning sababi bor. Bir yaxshi naqshi asarning maydonga kelib, jamoatchilik tarafidan e'tirof qilinishi shoir, kompozitor, naqshchidan iborat 3 tarafning birligining mas'uli deb qarayman. Agar bu 3 taraf yaxshi birlashsa, yaxshi hamkorlashsa, menimcha el qalbidan cho'nqur o'rin oladigan o'lmas nodir asarlarni maydonga kelishi mumkin. Men shu munosabat bilan mening shu asarlarimni ko'pchilikka tanitgan nodir bir turkum naqshchilarga alohida rahmat aytaman. Endi bir mas'uliyatchan ijodiyatchi o'zini vaqtida dangsab tura oladi, utuqlarini yoki muvaffaqiyatlarini yoki yetersizliklarini pat-pat tekshirib tura oladi. Mush nuqtadan aytganda sizningmi ijodiyatda o'kingan chog'laringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Bundaq asarlar asosan buyurtmalardan kelgan. Buyurtma asar degan kimi cheklimisiga, vaqt cheklimisiga ega. Ba'zi buyruqchilar hatto melodiyasi andaq bo'lsin, melodiyasi mundaq bo'lsin, uzunligi mancha minut, mancha sekund bo'lsin deb turib oladi. Gayda havaskor shoirlar, naqshiga herisman birodar yaqin o'tganlar sizni xijil qilib turib oldi. Men yaqinda muzikaga asarlarni oddiyroq bir statistika qilib baqdim. 500 ga yaqinlashib qopti. Ba'zilarini qayta anglab o'zimdan ayt biyaram bo'ldim. Ba'zilarining temiz takror, ba'zilarining turqi iskati xuddi qo'shkizakdaklar. Bularni asar deganmi kelmadi. Tecrübe mahsulotı deyishkimi xijil bo'ldim. Bundan narsalarni bir axlat naqshlar desa bo'lamdikan tang. Ish qilib men mushu asarlarimni yig'ib 20 dan ko'pragini bir axlatga tashlab o'tay da'vatimman. Endi siz bilan paranglish jarayonida yana shuni his qildik. Siz mushu oldingi asrning 80-yillarida tunji bo'lib boshlang'ich maktablarning muzika darsligini tuzib, Uyg'ur ma'rif tarixida muzika darsligi bo'lmaslikdek tarixga xotim berib, bu sohada boshlamchi bo'libsiz. Mush xizmatingizning ahamiyati qaysi nuqtalarda deb qaraysiz? Men mushu Uyg'ur muzika ma'rifida tunji qitim Uyg'urcha muzika darsligining bo'lish jarayonini o'ylasam, o't yurak ma'rifchi marhum Oqib Ma'lim ismiga keladi. Shu chog'larda Oqib Ma'lim ma'rif nazoratining o'qitishni umumlashtirish boshqarmasining mudiri bo'lgan. Oqib Ma'lim yeniga bir turkum shoirlarni, kompozitorlarni yig'di, maslahatlashdi. Har bir yilga 2 qismdan jami 10 kitob tuzishni bekitdik. Opera umiginingki artisti Tursunjonzoning 6 qismni, men 4 qismni tuzilgan bo'lib bo'lishib oldik. 1 yil jafoliq ishlab bu 10 kitobni tuzib chiqdik. Shuning bilan Urumchidagi bir necha maktabni nuqta qilib 1 yil sinov qilgan. Ikkinchi yili Ma'rif nashriyoti uni sinov nusxasida besib taqatdi. Üçüncü yılı bu 10 kitap resmi neşir kılındı. Şunundan keyin 1983 yıldan başlap Uyghur ma'rifida Uyg'urcha muzika darsligi bo'lmaslikdek holatga xotimi berildi. Shundan keyin men bir qancha qitimlar shu muzika darsligini qayta tuzish xizmatlariga qatnashdim. Keyin bog'cha bolalarining 3 qismlik o'qituvchilar qo'llanmasi muzika kitobini mustaqil tuzdim. Undan keyin bu muzika darsligi bir qancha yilda bir yangilanib turdi. To'liqsiz o'tirib maktablarga muzika darsligi tuzildi. Bularga qatnashdim. Hozir muzika darsligi burunqidek qo'shimcha fanlar qatorida emas, asosli fanlar qatorida muomala qilinadigan bo'ldi. Yasinkam 20 yoshida Şinjan Uyg'ur Abtonom rayonlik opera o'makda ishlagan. 9 yil umri shu o'rinda o'tgan. Uningdan keyin 12 yil vaqtda Şinjan san'ati jurnalida muharrirlik xizmati bilan o'tibdi. Demek şu vaqtda so'rindi deyilgan bir gap sizning butkul hayotingizga ta'sir qilib ketgan. U bo'lsa-mu, shu ijodiyat shoir bilan kompozitorning ishi. Muharrir bo'lsa yamoqchi, muzdoz o'tikni tikidi. Endi yamoqchi bo'lsa yirtilgan o'tikni yamaydi degan gap sizga noyat hokiyat ekan. Shuning bilan mushu gapning ilhom bilan siz ijodiyatingizda bir silkinish paydo qilibsiz. Mushaq tushuncha berib o'tamsiz. Men xizmatga o'ttir maktab savodi bilan chiqqan. Keyin opera umakdan Şinjan san'ati jurnal tahrir bo'limiga o'tgandim. Ishlayotgan vaqtlarimda bir naqshi musobaqasi o'tkazilib qoldi Şinjan televiziya stansiyasi tarafidan. Mening shu vaqtda ancha-muncha ijodiyat bilan shug'ullanayotgan vaqtlarimda Anar 6 oy degan ikki naqsham 2-3 darajalik mukofotga erishibdi. Keyin boshqalar meni yetkazdi.
Vay bu adam tahrir bo'lgandan keyin o'zining tahrirligini qilmamdi. Nega bo'lsa qisilib oladi ekan? Tahrir degan bir yamoqchi, yamog'ini yamasa bo'ladi. O'tib degan mo'zduz tikidi degan gaplarni qilibdi. Yosh vaqtida odamning qinimi qiziq bo'ldi ekan. Bu gap g'ururimga tegdi. Shundan keyin men 1 yil tirishib ishlab jafoliq ajri bilan 23 naqsh yozdim. U chaqlarda kasbiy kompozitorning 1 yillik vazifasimi unchalik emasdi. Shundan keyin mening Ko'zmonchaq degan naqsh muzikasini o'zim yozgan shu Unalg'u lenisi nashr qilindi. Shundan keyin men 17-18 yil muzik ijodiyati bilan shug'ullandim. Keyin men o'sha kasbiy unvonimni kompozitorlikdan oldim. Shu chaqlarda bu bizning shu ustozlarimizningki shu degan gapi menga dastlabda salbiy ta'sir qilgandi. Hozir o'ylab baqsam, shu odamlar mening haqiqiy ijobiy ustozlarimki. Yasin akamning yana bir ishi, Yasin aka 1997-yildan boshlab Jungo el-Nag'mi tazkirasi Xinjiang tomining Uyg'urcha qismini ishlashga boshdan oxir qatnashibsiz. Uningdan keyin shu Jungo el-Nag'mi muzika tominingki Xinjiang tomining Uyg'urcha qismini ishlashga boshdan oxir qatnashibsiz, ham uning mas'ul muharrirligini ustingizga olibsiz. Mush xizmatni dodil ishlashingiz keyingi ijodiyatingizga aktiv ta'sir ko'rsatdimi qanday? Mening dastlabki o'rganish bosqichim Xinjiang san'ati jurnalida bo'lgan. Men u yerda nihoyat ko'p avtorlar bilan uchrashgan, nurg'un asarlarni ko'rib chiqqan, bizning dongliq yozuvchilarimiz, dongliq mushu ma'rifchilarimizning tadqiqot natijalarini men ko'rgan. Men Xinjiang san'atida dastlabki bilim asosimni qurgan. Men tadqiqot o'rniga yo'tkilib kelgandan keyin bu ikki to'plamni tutib ishladim. Buni ishlash jarayonida men mushu xalq san'ati bilan cho'nqur tanishdim. Uyg'ur xalq dostonlari, voizlik san'ati, qo'shoqlar, aytishish, lapar qatorliq mushundaq xanzolarning kuyi, Uyg'urchasini el-nag'mi dedik. Bu el-nag'mi san'atiga oid Uyg'ur san'atining hamma turlari bilan to'liq tanishib chiqdim. Hatto 72 dostonni 3 qatim qayta-qayta o'qib chiqdim. Bu jarayonda men nurg'un narsalarni o'rgandim. Mushu o'rganganlarim mening keyingi tadqiqot natijalarimning maydonga kelishida bir asos bo'lib qoldi deb o'ylayman. Endi Markaziy xalq radio stansiyasi Nopozliq Munbar programmasining taklifi bo'yicha siz 2 may oldi Uyg'ur muzik tarixi haqida leksiya so'zlayotgandi. Buning ta'siri Tangirtiqning janub va shimoldan aytib zo'r bir qizg'inlik qo'zg'adi. Hem sizden so'rab baksam, sizning mushunda jalbkor kishilarni ramqig'idek so'zlashingizga nima turtki bo'lgan? Agar radio anglag'uvchilar mushu leksiyani anglab, uningdan bir ma'lum o'ziq olibdi yoki mushu leksiyaga ma'lum jihatlardan qoyil bo'libdi desa, men buni bundaq 3 nuqtaga yig'inchoqlab degim keladi. Birinchisi, men so'zlagan har bir so'zga paket qo'ydim. Paket bo'lmagan gaplarni demadim. İkincisi men mushu leksiyaning tiliga biroz ahamiyat berdim. Amal va jonli xalq tiliga yaqinlashtirishga tirishdim. Uchirgan har bir atalg'ularga, katal so'zliklariga yoki avam tushunmaydi deb his qilgan ba'zi so'zlarga qisqacha izohat berib o'tdim. Uchinchidan men mushu radio leksiyasiga nihoyat nurg'un misollarni keltirdim. Har bir deganimga birdan misolni keltirib mangdim. Bununla men mush asarni yezib chiqishdimmi, nechasi ortiq kuch ketdi. Bu etmoq oson, qilmoqqa tez bir ish. Bu tadqiqot degan jingni bilan quduqqa olgandimi mushkul bir ishkan. Kechki kirishib qolganimni o'zim sal o'kinishim bor. Endi Yasin aka, sizning butkul ijodiyat tadqiqot hayotingizda izchil siz ilmiy ruhni, ilmiy pozitsiyani bir xil yadro qilib kelibsiz. Endi siz ijodiyat va tadqiqotda qanday prinsipda amal qildim deb qaraysiz? Men degan gapimga ega bo'lishim kerak. Her bir cümle, her bir söz paket bo'lish kerak. Paket asosiga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu paket nereden keladi? Paket tarixiy yozmalardan, arxeologik qazilmalardan, amaliy tekshirish jarayonlaridan keladi. Odatda 3 putuq narsani mustahkam bo'ladi deb qaraldi ekan. Yuqorqi 3 mazmun 3 putga o'xshaydi. Mayli siz biror masalani, biror shay'ini tarix nuqtasidan, tilshunoslik nuqtasidan, millatshunoslik nuqtasidan va yoki jo'g'rafiyashunoslik nuqtasidan tahlil qiling. Bu cho'qim yuqorqi 3 mazmun bilan chetiladi. Har qanday masalani so'zlaganda paketlik so'zlash, ilmiyligi bo'lish, o'zim tushunmagan narsalarni yozmaslik, anqiranmagan narsalarni qat'iy yozmaslik demaslik mening tadqiqotdagi tub prinsipim. Bizda bir gap bor. Endi har qanday bir muvaffaqiyat qozong'uvchining keyinda shuning jafosini tatib atgan, yar yo'lak bo'lib atgan
bir yaqin hamriyi yoki dilkash do'sti bo'ladi. Endi demak, sizga izchil hamroh bo'lgan, sizning turmushingizda sizga nurg'un jihatdan ta'sir ko'rsatayotgan yordamchingiz bormi deyman? Albatta bor. Bu mening ayolim Gulbahor. Men shu ijodiyat tadqiqot ishlari bilan shug'ullangandan tortib, menga eng yaxshi sharoitlarni yaratib bergan. Shundaqla keyingi vaqtlarga kelgan chog'da mening oiladagi barliq ishlarni ozod qilib, menga shu ijodiyat tadqiqot uchunla bir sharoit hozirlab bergan. Ayolim Gulbahorga shu bugungi fursatdan foydalanib alaydi. Rahmat aytaman. Endi sizning hayotingizda shunday qaraydigan bo'lsak, uzluksiz izdinish, izchil o'zini to'liqlash, uningki o'zidan olqishdan iborat. Mushunda bosqichlarni besib o'tgan bir ma'nilik hayotga siz umr musofingizdan qanday yakun chiqarsiz? Men ko'pchilik ba'zi ijodiyatlarni qildi deb buningga qoyilligini bildirdi. Lekin men muzik sohasida bir kunmi muntazam maktab tarbiyasi ko'rmagan. Bir qitim shundoq dastlabki bir fursat kelib qilib bilim oshirishga evatilgan chog'da men kasbiy darsni orada 2 soat dars olgan, undan keyin har xil ishlar olib kelgandim to'bashay turib. Bu fursat kelgan chog'da fursatdan yaxshi foydalanmagan, bu sharoitning tufaylidan bo'lgan. Men turmushimni yakunlasam, nihoyatda jafoliq ishlabdim. Rahatga o'zimni urmabdim. Men shu ishlash jarayonida umr bo'yi tirishdim. Boshqa boyliqlarga o'zimni urmadim. Boshqa g'arazlarni bo'lmadim. 2001-yili men bir ijodiyat kechiligi o'tkazgan. Shu chog'da bizning talantli shoirimiz Muxtor Bug'ra menga atab 3 kuplet she'r o'qigan. Uning oxirgi kupletini Muxtor Bug'ra mundaq yozibdi. Oddiy odamsan, to'limi oddiy. Shuhrat yulduzga boqmadi ko'zim. Bu qatta bahor tuz tabassum bilan nipiz muz ustida tamkinsan yuzing. Shu kasbiy hayotimning, umrimning yakunini shu bir kuplet she'r bilan ifoda qismi bo'ldigandek turdi deb o'ylayapman. Sizning ijodiyatingizga tashna, shundaqla sizning tadqiqotingizga muhtoj nurg'un ixlosmandlar sizdan, ya'ni yangi mevlarni kutadi. Endi siz kelgusida qilmoqchi bo'lgan yoki fatihini qilmoqchi bo'lgan emgaklaringizdan bizni xabardor qilsangiz. Yaqindan shu 5-6 yildan buyon tunish bilish, yaqin birodarlar mendan naqshlaringizni anglamaydigan bo'lib qoldik. Endi ijodiyatni tashladingizmi dedi. Ama ularga men aslida kasbiy ijodiyatchi emas, men bir havaskor. Hozir zo'r bir turkum yoshlar ijodiyat bilan shug'ullanyapti. Ijodiyat qo'shinimiz zo'raydi. Endi kavak chalmasa hojat qolmadi dedim. Men shu bir necha yildan buyon bir ishni kitobga tutish qilib qo'ygan. Birsi Uyg'urlar din va madaniyat degan bir temani tutib ekanman. O'zimni bek cho'ng bek bir zil tem ekan. Ondan Muqam va Mashrab degan bir kitobni tutgan. Bu ikkalisininki ham materiallarini kompyuterga kirgizib bo'ldim. Men shu sozchilishni 27 yilda tashlab o'tib ekanman. 5-6 yildan buyon shu satarga ishtiyoqim qo'zg'alib qoldi. Uyg'ur xalq naqshlaridan, Uyg'ur sanamlaridan Muqamning muzik qismi bilan shu dastonlarni qo'shib satarda o'rinlab baqsam deydigan bir niyatim bor. Endi odam degan orzu bilan yashab, armon bilan ketadi ekan. Odamning umriga bir nima demakmi tez. Mush o'ltag'an qarindoshlar, do'stlar madad bersa, bu niyatimda yonmadim. Menimcha bu ijodiyatda bir sir bor desa men ancha ishonmayman. Lekin uning sababi bor. Bir yaxshi naqshi asarining maydonga kelib, jamoatchilik tarafidan e'tirof qilinishi, shoir, kompozitor, naqshchidan iborat 3 tarafning birligining mahsuli deb qarayman. Men degan gapimga ega bo'lishim kerak. Har bir jumla, har bir so'z pokit bo'lish kerak. Bu pokit nereden keladi? Pokit tarixiy yozmalardan, arxeologik qazilmalardan, amaliy tekshirish jarayonlaridan keladi. Yasin akam mandaqchilik aytgan vaqtida shu ijodiyatdagi mening ustozim, meningki 100 ga yaqin she'rimga muzik shildi deb qarayman. Hamda Yasin akam mandaqchi qilib aytgan vaqtida bir chigara atlagan kompozitor deb qarayman. Unda bo'lishi hamda bizda bir mehr muhabbatning chegarasi bo'lmaydi, ikkinchisi muzikaning chegarasi bo'lmaydi. Yasin akam ishlagan shu tar ko'chani hamda tunji qatim chegara halqa naqsha deyishga bo'ldi. Undan keyin men she'rni yozgan avliyo do'stim
degan naqshini Umarjon olim aytgan, Yasin akam muzikasini ishlagan. Mushu 10 yildan beri O'zbekistonda nihoyat moda bo'lib o'qilib kelyapti. Endi biz Uyg'ur naqshchiligida Hindistonninki, O'zbekistonning, Turkiyaning va bularninki naqshlarini to'g'ri o'qib kelayotgan mushu zamonda endi Yasin akamning yoki Uyg'ur naqshchilarininki chet elda o'qilishi olqishlashga tegishli deb qarayman. Yasin Muqbil gerçi Şinjan Üniversitesi'nin o'qituvchisi bo'lmasimi, ammo Şinjan Üniversitesi Filologiya institutida nurg'unlagan xizmatlarni qilgan. Buning birisi Yasin Muqbil Şinjan Üniversitesi'da 2-3 qara aspirantlarga folklor san'ati degan dars o'tdi. İkincisi Yasin Muqbil davlatning 211 qurilishga kirgan 20 kitobning birisi bo'lgan Uyg'ur Nəşratlari nomli kitobni tuzishga qatnashdi. Qo'lliq deb qo'shdi. Uchinchisi Yasin Muqbil davlatlik, ya'ni Ma'rif ministerligining fan tadqiqot temisi bo'lgan Uyg'ur dastollari nomli mushu tadqiqot temisiga qatnashdi. Hozir ishlayotdi. Yeni bir nuqta aytganda Yasin Muqbil oddiy satda o'quvchilar bilan chiqishqa, ular bilan hamsuhbat mushu nuqtalarni aytganda bizning fakultetimizga, institutimizga nayt yaxshi ulgu bo'ldi. Yasin Muqbil intayin mas'uliyatchan degan ki ching turdigan bir tadqiqotchi. Shunga u hozir qadar nayt zo'r natijalarga erishdi. Bu erishishning tegi-tagida shu mas'uliyat, shu millatga bo'lgan sevgi, o'zining xalqiga bo'lgan muhabbat, o'zining ana yurtiga bo'lgan ko'yinish. Mushu yoqdan u o'zi shug'ullanayotgan kasbni qadrladi, kasbdoshlarini hurmat qildi, o'z tadqiq qilayotgan temalarni hurmat qildi. Yasin mening savodishim, uning o'z kasbiga bo'lgan qizilligi, uning tirishchanligi, g'ayrati haqiqatan meni qoyil qildi. U jafoga chidab o'zligidan yurgandi. Qo'lga keltirgan natijalar bilan qanoatlanib qolmay, davomli izlandi. Uning ana shunday davomli izlanish ro'yi biz uchun qadrlik. Men Yasin bilan balliq vaqtini tatib birga cho'ng bo'ldim. Yasinda bir xil qattiq bir talabchanlik bor. Bu talabchanlik o'ziga nisbatan shundoq, qo'g'ilga nisbatan shundoq. Men qisqa bir so'zni misolga bersam, Yasin Muqbil Şinjan san'ati tahlil qilayotgan vaqtida men bir necha parcha asar o'qidim. Opasam shu vaqtida mening ba'zi bir so'zlarimni bu cho'qim o'zgartmasam bo'lmaydi deb turibdi. Turdi, nima deysan bu xonga yorgan beshim tozg'aramapti degandek nima son asar qolmaydi deb aytsa desam, yo'q, zamonida xos atalg'ur va sen buni tushunmading deb turibdi. Keyin qarasam bu shunday bilan tuzatdi. Har qanday bir masalada noat inchga talabchan. Yasin akam hozir Abdulmurayillik g'ayri moddiy medeniyat meroslari mutaxassislar komitetniki g'olliq mutaxassislar bo'lib hisoblanadi. Endi mushu Abdulmurayillik g'ayri moddiy medeniyat meroslari qo'g'dash xizmati boshlangandan buyanqi mushu bir necha yildan buyon Yasin akam endi an'anaviy meroslarimizni, madaniyatimizni qo'g'dash jihatda zo'r to'plarni qo'shdi. Men Yasinning bir maktabda o'qigan savoddishi shundoqla kichigimdan ta hozirgacha aralashib yotgan og'inam. Bizning o'rtamizda san'at o'rtoqligi va adabiyot o'rtoqligi bor. Bayan o'zining Germaniya va Turkiyadagi tuqqan ko'rish fursatida erishgan o'zlarining ideyasiga ta'sir qilgan narsalarni qisqa so'zlab o'tdi. Lekin mening esimda bir narsa nihoyat aniq. U qaytib kelgandan keyin men u yerlar qanday ekan deb so'rasam, u yerlar haqiqatan bu bak go'zal yerlar ekan. Lekin u yerdagi hech narsa bizning emas dedi. Mana shu bir nach yuqori tafakkur qilgan odamning yakuni. Shu uzoq yo'l, tar ko'cha, buda ata, arzun degandek naqshlarni dunyoga keltirdi. Shu vaqtlarda yana bu Yasin bizning televiziya san'atimizning ishlariga ko'p kuch qo'shdi. Har bir kishilarimizni taklif qilsak, uning muzey tahriri, qoidalar, rejissyorliklarni o'zi ustida ko'p qiladi. Shunga 90-yillardagi bizning televiziya san'atimizning taraqqiyotida Yasinning o'chmas bir to'pisi bor deb qarayman. Men esimni bilsam, dadam ustal chirig'ini yondirib qo'yib, shu yerda yoziqchilik qiladi ekan, kasb o'rganadi ekan. Shu kundan tortib bu bir kunning og'i bir kun ulashib 60 dan oshgan bo'lsa-mu, hozirgacha bu kunlarni uzildirib boqmadi. Endi Yasinka nopozliq munbar
programmamizda din haqida, tarix haqida mo'l uchur miqdoriga ega ba'zi mazmunlar o'tirib qo'yilibdi. Ham bundan keyingi tadqiqot yo'nalishingizda tarix va din, bo'libmi tasavvuf haqida tadqiqot olib yurish sizning nishoningiz qanday? Men maxsus tasavvuf haqida tadqiqot olib boray deydigan niyatim yo'q. Men faqat shu Uyg'urlarning madaniyati, dini e'tiqodi haqida ba'zi qarashlarimni deb baqsam degan xiyolim bor. Endi hozirgi madaniyat dini e'tiqoddan ayrilmaydi menimcha. Bu Uyg'urlarning dini e'tiqodi nihoyat uzoq tarixga ega. Uyg'urlarda ta hozirgacha shu qadimgi dinlarning soqindilari hozirmi mavjud. Bu madaniyatning bir tarkibiy qismi. Tarixni tadqiq qilish dinni tadqiq qilish bilan munosabatlik. Muzikani tadqiq qilish tarixni tadqiq qilishdan ayrilmaydi. Tarixni bilmasangiz muzikaning tarixini so'zlagili bo'lmaydi. Hozirgi Uyg'ur muzikasini tadqiq qilaman desangiz, u diniy e'tiqod bilan, diniy muzikalar bilan chambarchas bog'langan. Shunglashqa men bu qitimqi leksiyada Uyg'urlarning muzik tarixi haqida, diniy e'tiqodlari haqida ve dini müziklarning hozirgi muzikalarimizga bo'lgan ta'sirlari haqida so'zladim. Buningdan keyingi tadqiqotda men nuqul holda diniy tadqiqotni tutish niyatim yo'q. Men faqat madaniyatning bir tarkibiy qismida bayon qilib o'tmoqchi. Endi Yasinka, siz ömürlük o'rganishning qudratiga qanday qaraysiz? Yaqinda anglasam 90 necha yoshlik odamlar Amerikada dashoga kiribdi. Men bundan qattiq ta'sirlandim. Agar bir inson umrvoyat o'rganmasa, qayerda to'xtab qolsa, shada turib qoladi. Chunki bu hozir uchur davri shundoq tez taraqqiy qilayotgan davr. Men dastlabda kompyuterni o'g'limga o'rgatgan. Keyingi davrlarga kelgan chog'da o'g'lim kompyuter kasbini o'qitib bergandan keyin men kompyuterning boshqa ilmiy qonuniyatlarini o'g'limdan o'rgangani boshladim. Hozirmi o'rganma bir odam izchil to'xtamay o'rganganda Andikin o'zini mukammallashtirishga qarab yuzlanadi deb o'ylayman. Ham siz bir pishqa ijodiyatchi, uningdagi mo'l-usulliq tadqiqotchi bo'lish sifatingiz bilan yosh tadqiqotchilardan nimalarni kutasiz? Mening tadqiqot natijalarim u darajada ko'p emas. Ammo men tirmashdim. Yoshlarga mushu bir og'iz gapni demoqchi. Yana takrorlasam, yoshlar mayli ijodiyat, mayli tadqiqotda bo'lsin, izchil o'rganishni o'ziga hamroh qilish kerak. Biz bugun pishqan ijodiyatchi, shundaqla mo'l-usulliq tadqiqotchi Yasin Muqbil aka bilan nihoyat ko'ngillik paranglashdik. Ijodiyatlik samimiyat, tadqiqotlik cho'nqurlik Yasin Muqbil akaning izchil mezoni bo'lib kelgan. Biz oxirida bu muhtaram ustozning teniga salomatlik, turmushiga baxt tilaymiz. Bugun suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Ata